Qizlar, vнимание, sizlar uchun bu shok video bo'lishi mumkin. Ko'rishdan oldin uspokоительный valerianka ichib olinglar. Javohir meni polni New Yorkka aylantirib yuribdi va biz juda ham mashhur bo'lgan o'sha M&M's eng katta magaziniga keldik. Bu yerda M&M'sga tegishli bo'lgan hamma narsa bor. Magazinda yo'q даже shirinliklar ham именно shu yerda bor. Xullas, magazinga kirgandan siz sirazi shokoladni hidini sezasiz va bilasizmi? M&M's, ya'ni M&M's o'shanda bizikilar farqini faqat qizil, sariq, yashilda biladi xolos, to'g'rimi? Hozir ichkariga kiramiz, ichkarida ranglarni ko'rib, bu yerda akalar ola bulasi ham ko'rinmasi ham bor ekan. Bu yerdagi hattoki musorni idish ham M&M's formasida ekan akalar. Biz hozir ikkinchi qavatiga chiqyapmiz. Ikkinchi qavatda polni shokoladli kolleksiyalari bor. Tak, qadrdonlar, ikkinchi etajga chiqdik. M&M's sumkalari bor ekan, har xil narsalari bor ekan, lekin Javohir bilan ikkovimiz olgan ozgina hijolat bo'lyapmiz ayrim sabablarga ko'ra, lekin asosiy ko'rsatadigan narsa ikkinchi etajda qizlar sizlar uchun vнимание, bu yoqqa keling akalar. Qancha shokolad kerak, qancha M&M's kerak, oling, ko'rsating. Shu narsaga agar to'yasizlarmi, agar mabodo to'ymaydigan bo'lsanglar, mana o'rtadagini ko'rsating. Ana Umpa degan kinoni kim ko'rgan? Zavod bor-ku, shokolad ishlab chiqaradigan. Xuddi o'sha zavodni eslatadi. Qaranglar, ayollar o'chiritda bo'lib turibdi. Sizlar vesilarga qarab shokolad tushirib bersa kerak meni. Mana, bu yoqlarni ham ko'rsating. Xohlagan ranginglarda, xohlaganinglarcha olib ketsanglar bo'ladi. Mana o'z sumkachalari ham bor. O'zingizlar solib, ana sariq kiyimli akamiz ham oling. Bu akamidi bu? Bekardan quruqmas ekanda qadrdonlar, endi to'g'ri tushunasizlar. Yegim kelmay qoldi, endi ketdik Javohir.